Xalqimiz ko'pchilik ehson qilishyapti, ehsonlar joyida qabul bo'lsin. Bizga birda bersa, ularga mingda bersa ilog'im. Sanjonlar sog' bo'lib, ota-onasini xotiga olib borsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum oltarg'lar. Xudo xolasa azbeklarda ikkita hashardamiz. Mashinalar, kamazlar, hamma narsa hasharda. Keyin mana g'isht jo'natyapti turganlar, sement jo'natyapti turganlar, shog'ol jo'natyapti turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammaga. Nima deysiz? Tohirjon. Akalarga kattakon rahmat aytamiz. Mana g'ishtlarni berishib yuboryapti, sementlar berib yuboryapti, apparatlarni nima qilishyapti. Qora aka, o'shalarga kattakon rahmat aytamiz. Hasharaga kelib turganlar, ehson qilib ketayotgan turgan odamlarga ming marta rahmat aytamiz. Tohir aka kimdir pul berib ketyapti. Hozirgi akamizdan $100 berib ketdi. Kimdir Isuzu'dagi akamiz kelib, Isuzu kerak bo'lsa aytavringlar deyapti. Mana Samsung akalar. Do'stlar, pastga karta nomer qoldirib qo'yamiz. Kimdir qo'ldan kelganicha 5 mingmi, 10 mingmi yordam ko'rsalar, mana shu bitib ketadi. Do'stlar, uchta yetim bola bor ekan. Bor aka? Akalar, qurilishimiz xudo xolasa mana beton loyihasiga kelyapti. Kimda imkoniyat bo'lsa, hozir bizda armaturadan kamchilik bor. Sement bilan armaturadan kamchiligimiz bor. Akalar, imkoniyatlaring bo'lsa, shu narsalardan yordam beringlar.